Всем салом алейкум, дорогие друзья, bratva. Xullas, bugun bitta zo'r joy chiqyapti biznes uchun. Hurmatli obunachilar, do'stlar, o'zbekcha, ruscha aralash bu yo'g'i bo'ladi. Xullas, yo'l bo'yida 3 sotuv joy chiqyapti sotuvga. 11 metr fasadi. Narxi bo'yicha egalari narxini bugun chiqaradi. Xullas, men bu остановкаning orqa tarafi. Men bu yerda Rublyovka bizada. Вот около Рублевки вот это место у нас вышло на продажу. Фасад 11 метров и так идет вовнутрь. Так, план участка должны мне отправить, и я вам точно потом скажу, сколько на сколько будет. Ну, в принципе, перед я посчитал, выходит 11 с копеечками. Округлим это в целом. Место хорошее под бизнес. Смотрите, там у нас Рублевка, там у нас Султан Сулейман. Дальше у нас кафешки, табака, Oltin Jo'ja, hammaga taniqli. Kishkamanlar yaxshi biladi bu territoriyani. Kechki payt kelib kishkaman qilishadi. Xullas, men bu yerda Nijiloy uchun zo'r joyda. Men bu остановка ketadi deyishyapti egalari, endi bilmadim. Kim biladi, balkim ketar, balkim qolar. No fakt в том, что men bu yerda biznesingizni olib borsangiz bo'ladi, biror nima qurib. В принципе, parkovka uchun joyingiz bor, bemalol mashinalar kiradi. Faqat men bu bilan men bu yerda porядка qilish kerak bo'ladi. Men bu ham problema bo'lmaydi. Hamma men bu yerni tushundingizlar. Xullas, mana shu joy chiqyapti. Narxi bo'yicha telefon qilasiz. Narxini kechki payt men sizga keyin aytib o'raman.